ikkinchi marta iPhone 12 Pro Max ketyapti. Bo'rlarim, ulkan o'g'illarim, men Abdurasul aka 5 marmar oldiga keldim. Hozir mana shuncha mehmon ko'rib o'tiribdi. Juda qattiq karlar tashadilar. Ko'ramiz. Bitta urushda sindirib bera olinglarmi yo'q? Agar sindirsalar, mana xalq qoldi aytaman, shuncha odam turibdi. iPhone yetirib beraveraman. Menikimi? Ayojib. Meniki bo'ladimi? Shuncha muxlisingiz bor ekan, aka. Qaranglar sindira olmaysiz. Mehnat buyurtmoqning qasini tushun ko'rsataymi nima hozir? Qanaqa bo'ladi hozir? Qazi bo'ladi mana, qazi. Mehnat buyurtmoqning qasini jeymiz buni. Mana shu qazini hozir bitta ishlab, ashana urib berarlar, ko'ramiz. Aslida bu qushani uradigan o'yinimiz show ichida, ya'ni o'yin ichida o'yin hisoblanadi. Haqiqiy show esa 1-noyabr kuni jonli efirda 100 ta ishtirokchini tanlovganimizdan keyin boshlanadi. Aynan 100 ta ishtirokchidan bittasi sizlar bo'lishingiz mumkin. Ungacha ham kreativ video tayyorlaylar. Shartlari profilimni biosida turibdi. Hammanglar tayyormisizlar? Davay. Sindirolmasangiz nima qilamiz? Sindirolmasam endi 100 kishiga 5 barmoq mendan. Juz kisiga mendan mehnat besi olmoqda mana. Omad tilaymiz. Biz hali hozir butun senga tomosha qilib turibdi. O'shaning uchun avval kommentariylarni ayamay turinglar jigarlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Rossiya, Turkiya. Podeshka qilamiz ulkan og'larim. Qani ketdi, davay. Sindiram to'shlar. Bismillah. Qani. Hayajon bosib keladi. 17 Pro Max berarmi ekan o'zi? Abdurasul aka mana. Tabriklayman. Rahmat. Hammani oldida ochi. iPhone mana. Hammani oldida ochi. Bismillah. Originalmi ekan o'zi? Ha, ko'ramiz-da. Teshvordilar, mana teshib qo'ydilar Mahmudni. Ana bismillah. Ayni yo'q. Gapimga javob berganim uchun menga ham qarshi chalib qo'yinglar. Rahmat. Mana bilan kafil terasan degan negativlar qanislar uchun ikkinchi marta sivyapti. Ikkinchi marta iPhone 12 Pro Max ketyapti. Bundan keyin iPhone berish davom etamiz. Sindiradiganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Abdurasul aka mana iPhone yutib oldingiz-da. Ominachilar uchun maza qilish uchun nimadir podeshka qilinglar. Kommentariyada yozingizlar, 10 kishini qo'noq qilaman. Javobmi? Ya, javob. Kommentariyada bir raqamini qoldiringlar, bir kishini tanlab olamiz. 10 kishi emas, 20 kishini qilaylik. 20 kishi. Ya, 20 kishini o'zim qo'noq qilib beraman. Sizlarni hammanglarni nomerlarni mehnat beshbaroda kutamiz. Qazini kuchini ko'rdingizlar. Reverend shuni ko'rishguncha.